Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich Andijon viloyat Baliqchi tuman ichki ishlar bo'limining militsiya xodimi telefon 93lik 257 70 76 va 99lik 353 10 42 raqam egasi Elyosbekka quruq qog'oz hujjatlarga fuqarolarga imzo qo'ydirishga kim huquq berdi? Bizning konstitutsiya qonun kitobida fuqarolar quruq qog'ozga hali hech nima yozilmagan hujjatga imzo qo'yish majbur deb yozilganmi? Chinobod MFE profilaktika inspektori militsiya xodimi Elyosbek odamlarga men qonunni juda yaxshi bilaman deb maqtanib gapirib, o'zi qonunni buzyapti. Demak, militsiya xodimi Elyosbek oldin quruq qog'oz hujjatga imzo qo'ydirib, keyin tuhmat qilib, hujjatga xohlagan jinoyat ishlarini yozib qo'yar ekanda, Siz, hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, majlislarda adolat va yana adolat deb gapirgan so'zlaringizga va siyosatingizga mahallamiz profilaktika inspektori militsiya xodimi Elyosbek nima uchun amal qilmadi? Mening qo'shnim vafot etgan 1958-yili tug'ilgan Abduvahobni uyiga militsiya xodimi Elyosbek va sherigi kelishib va Abduvahobni cho'ntagidan, kissasidan nasha topib olishib, sen nasha chekyapsan deb Abduvahobga tuhmat qilishdi. Ko'p qavatli uylarimizda yashagan Abduvahobni uyida telefon va $100 AQSh puli yo'qolgan edi. O'g'rini topishdi. O'g'ri Chinobod qishlog'imiz profilaktika inspektori mahallamizni militsiya xodimi Elyosbekni qarindoshi ekan. Shu ish bo'yicha savol tug'iladi. Balkim o'zini qarindoshini himoya qilib, qamalib ketmasligi uchun militsiya xodimi Elyosbek yoki sherigi Abduvahobni cho'ntagiga, kissasiga nasha tashlab qo'ygandir. Yoki militsiya xodimlariga davlat bergan oylikka qaramay yana qo'shimcha Abduvahobdan pora pul olmoqchi bo'lgandir. Men shu ish bo'yicha 2026-yili 9-may kuni Prezidentni qabulxonasi 1000 raqamiga qo'ng'iroq qilib, sizning hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich nomingizga militsiya xodimi Elyosbekni ustidan shikoyat ariza berdim. Xizmatlar sifatini yaxshilash maqsadida sizning qo'ng'iroqingiz yozib olinadi. Assalomu alaykum. 20 operator ishlaman. Alaykum assalom. Men Baliqchi tuman ichki ishlar bo'limining militsiya xodimi Elyosbek ustidan va mahalla raisimiz Onora Parishda shikoyatim bor. Shu murojaat. Yozib olamiz. 15 kundan bir oygacha ko'riladi. Bo'pti. Pasport seriya raqami. Pasport seriya AV 932 AV 932 2495. tug'ilgan kuningiz 1961 1-oktyabr. 1-oktyabr. Sharifiy Ahmad Qosimov, Komiljon Qosimovich. nafaqadamisiz? Insholar. Nogironlik yo'qmi? Yo'q. Telefon raqami? 94 106 Hop. 94 106 78 15. Qo'shimcha raqamingiz bormi? Bor, 92
Hop. Yashash manzili. Andijon viloyati Bag'ush tumani. Mahalliy. Jinobod Rafayi, Og'ayram ko'cha. Alohida qo'yganingiz uchun rahmat. O'qib beraman murojaatingizni. Baliqchi tuman ichki ishlar bo'limining Chinobod tumani profilaktika inspektori militsiya xodimi Ilyosbek fuqarolarga hech nima yozilmagan quruq hujjatga majburiy imzo qo'ydirmoqda. Shuningdek, mast bo'lgan bezori ustidan qo'shnim Nafisaxon tomonidan yozilgan arizani Ilyosbek hal qilishni xohlamadi. Qo'shnim Abduvahobning cho'ntagiga kimdir nasha tashlab qo'yib, Abduvahob sen nasha chekyapsan deb tuhmat qilgan holatlar ham mavjud. Savol, balki militsiya xodimi Ilyosbekning o'zi shu ishni qilgandir. Mahalla raisimiz Anora opa ko'p qavatli uylarimizda yashayotgan fuqarolarning adolat va haqiqat uchun adolat va haqiqat uchun kurashish ishlariga to'sqinlik qilib xalaqit qilyapti. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, sizdan iltimos qilaman ushbu arizani O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligiga o'tkazishga, shuningdek ichki ishlar xodimi Ilyosbek telefon raqami 93 257 70 va mahalla raisimiz Anora opa telefon raqami 93 107 55 37 ularga nisbatan chora ko'rib, qonuniy chora ko'rishga, ularni egallab turgan lavozimidan ozod etishga hamda qo'shni Nafisaxon tomonidan yozilgan arizani ko'rib chiqishga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Hal qilib berishga. Murojaat tez jo'natib raqamini aytaman. Shunda bu masala bo'yicha birinchi marta murojaat qilyapman dedingiz, to'g'rimi? Bu birinchi masala. Kasimov Komiljon Kasimovich, to'g'rimi? To'g'ri. Murojaat tartib raqami 269 237 269 837 837 26 yozdim. qabul qilindi. Salomat bo'ling, to'g'ri o'sha rahmat. Rahmat. To'g'ri, vafot etgan qo'shnim Abduvahob aroq ichardi, pivo va vino ichardi, sigaret va nos chekardi. Lekin hayotda nasha chekmagan. Buni hamma qo'shnilar biladi. Demak, hamma ichuvchi va chekuvchi odamlarni cho'ntagiga, kistasida nasha birpasda o'zidan o'zi paydo bo'lib qolar ekanda. Toshkent shahar ichki ishlar boshlig'ining tergov bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mirsodiqovning qo'l ostida 430 nafar tergovchi va surishtiruvchi bor. Ichki ishlar tizimida jami tergovchilarning 22%, lekin sifat yo'q. Masalan, xodimlarda malaka yetishmagani uchun o'tgan yili 830 ta holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilmasdan hisobotdan yashirilgan. Ishga kelasan va nima ish qilyapsan? Nima uchun oylik olyapsan? O'zbekiston poytaxtida kimga ishonib qo'yganman prezident bo'lib? Poytaxtdagi 26 ta mahalla qizil, 465 ta sariq toifada qolgan. Respublikada 208 ta tuman ichida Chilonzor oilaviy zo'ravonlik, talonchilik, bezorilik bo'yicha, Yunusobod bosqinchilik bo'yicha birinchi o'rinda egalladi. Yoki o'tgan yili Yashnobod, Mirobodda qotillik, Olmazorda tan jarohati, Shoyxontohurda talonchilik holatlari eng ko'p bo'lgan. Har 100 ming aholiga nisbatan bunday jinoyatlar Bektemir, Chilonzor, Mirobod, Sirg'ali, Yashnobod, Yakkasaroy tumanida juda yuqori. Shu bois yaqinda ushbu tumanlarda ichki ishlar boshliqlari barchasi yangi qo'yildi. Chilonzor Giyasov, Yunusobod Vafoyev, Mirobod Nasriddinov, Yashnobod Meliyev,
Olmazor Hasanov, Shayxontohur Jamolov tumanlarining yangi ichki ishlar boshliqlari tashabbus qilib, hududida jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha keskin o'zgarish qilishi zarur. Jinoyatlarni fosh qilish va oldini olish o'rniga Sultonxo'jayev bilan O'rmonov faqat mikroavtobuslarda shahar aylanishni juda o'rganib oldi. Umuman Sultonxo'jayev, O'rmonov 12 ta tuman hokimi, ichki ishlar boshlig'i va prokurorlari mahalla yettiligi va jamoatchilik bilan hamjihat ishlaganda edi. 7,5 mingta jinoyatni oldini olsa bemalol bo'ladi. Eng afsus bu narsalar yo'q. Endi sizlarni nazorat qilayotgan tizim qilaman. Ishga kelasan va nima ish qilyapsan? Nima uchun oylik olyapsan? O'zbekiston poytaxtida kimga ishonib qo'yganman prezident bo'lib? Toshpo'lat Valiyev ikkoving Sultonxo'jayev bilan O'rmonovga bugun qaror bilan hayfsan berasan 6 oy surok. Har oyda menga tizim bilan chora ko'rmasa sinov yakuni bilan xulosani o'zim qilaman. Toshkentda bunday sharoitga qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Men ertagida e'lon qilinsa bilaman. Xudoga shukr, men 10 yil bosh vazir bo'lib kabinet qarovlab o'tirganim yo'q. Qanli ko'lda nima bo'layotganini bilaman. Boysunda nima qilganini bilaman. Qo'rg'ontepada qanday otni kim minganini ham yaxshi bilaman. O'rtoq Qo'chqorov o'zini past ostidagi o'zi yangi vazir, lekin u eski illat qolganlar hammasi pastda o'tiribdi, u kalamushdan qolganlar. Ularni yo'q qilmagancha men bu odam bilan ishlamayman. Kecha aytdim. Senga 10 kun so'radi. Hammasini aytaysan. Birortasi qolmash kerak. Yoshgina tajriba kerak emas. O'zi mana shu millat sevgan odam kerak. Qat'iy nazar qaysi millatdan bo'lishdan. Mamlakat sevgan odam kerak. Har kuni raqiblardan ham ko'p narsa o'rganishim kerak. Nimaga aytsangiz, faqat Mirziyevning fikri yo bizning partiyaning fikri to'g'ri emas. Ulardan ham o'rganishimiz prokurorda ham, ichki ishlarda ham kerak bo'lsa boshqasini ham aytishni olaman. Menga bundaqa xuddi deganlar kerak emas. Biz xalq oldida juda katta javobgarmiz. Mas'uliyatimiz bor. Xalq oldida ertaga hisobot berish oson bo'lmaydi. Men oldimda tomoshabin bo'lib, yengil-yelpi yurib qo'daygan odamlarni men bir kun ham chidamayman. Korrupsiyani yo'q qilolmayapmiz O'zbekiston. Prokuror degan nomga munosib bo'lish kerak. Qonun ustuvorligini ta'minlash kerak. Prokurorga odamlar bilasanmi, yorug' yuz bilan qarash kerak. O'g'riga o'xshab qarash kerak emas. Jamolov, qanchadan ishlayapsan? 2 yil bo'lyapti. 137 uchastkovoy bor. 102 ta. 102 ta o'zi shtat bo'yicha 137 tami? 137, 102 tasi mahallada ishlaydi, hurmatli prezident. Bitta mahallaga 2 tadan uchastkovoy. Xuddi shunday. Menga rosti bilan aytgin, men o'zim sizlarning ishlaringni bilmoqchiman deb bitta senga savol. Bir haftada necha marta shu uchastkovoyga bir marta yig'ib, o'zing tizimli qilib, hududiga qarab, omiliga qarab, jinoyatiga qarab topshiriq berib so'rayapsan. Va ikkinchidan, qanday qilib rovdini boshliqlari prokuror bilan birga bir oyda bir marta uchastkovoylarni rahbarlantirish yoki javobgarlikka tortish bo'yicha tizim bor. Mana shu savolga javob ber. Har hafta dushanba kuni profilaktika inspektorlarini yig'ib, mahalla bo'yicha qilinayotgan natijalari ularni qayerdaqa mahallada salbiy holatlar bo'yicha ularga jazo chorasi hayfsan, qattiq hayfsan belgilaymiz. Prokuror bilan birgalikda o'rganib, tumanimiz hokimimiz birgalikda undan tashqari mahallani yettiligini har oyda bir marta aylanib chiqamiz, uchalamiz. Har bitta mahallaga borib, birma-bir yettiligida sizni birinchi sonli qaroringiz qanaqa ijrosi ta'minlanayotganligi, qanaqa mahallada sodir etilganligini so'rov natijasini qilib chiqamiz. O'zing shu aytgan menga gapga ishonasanmi? Menga u gaplarni nima qilasa aytib, yettilik bilan nima ishing bor sen nima aloqang bor yettilikka? Sen uchastkovoy bilan shug'ullangin. Nimaga menga o cho'pchak gaplarni gapirasan? Endi ko'zimiz ochildi, bu xulosa qilib o'zimga. Bilasanmi nimaga men senga bu savol beraman? Sen pastga tushmaysan, mo'uning seni aldaydi, uchastkovoy aldaydi. O'zgaringlar sizlar. Agar sizlar o'zgarmasalaring vaziyat o'zgarmaydi. Bunaqa nachalik robotlar menga kerak emas. Menga balandparvoz gap kerak emas. Pastda yurmasalaring hech bo'lib o'zgarmaydi. Uchastkovoyni ham agar dunyoqarashni o'zgartirib zamonaviy bo'lsa, bilasizlarmi jamiyat qanday o'zgaradi? Qancha tadbirkorlik rivojlanadi? Odamlar bizdan qanday rozi bo'ladi? Baribir o'zgartirishga majbur qilaman men sizlarni. Qo'ymayman hech qaysingni. Birontangni uxlatmayman. Sani bilinglar. Endi shikoyatga o'rin bo'lmaydi. Mana shu biriktirilgan vazirlar pastga tushib, mahallaning ichiga kirib, jamoatchilik bilan uchrashib, prezidentning topshirig'ini xalqqa yetkazasizlar.
jinoyatchilikni ilovlash bo'yicha ishlarimizni qanday qilib joy-joyga qo'yish bo'yicha har bir mahallada sizlarni ish rejalaring bo'lishi kerak. Har bir viloyatda ham buni namuna qilasizlar. Toshkent butun respublikaga namuna bo'ladi. Odamlar xotirjam, tinch yashashi uchun xavfsizlikni ta'minlashimiz kerak. Jinoyatchilikni oldini olishimiz kerak. Ana shunda xalqimiz yangi O'zbekistonga ishonib rozi bo'ladi. Har safar qaytaraman. O'zbekiston uchun tashqaridan kelib birov bir tiyin bermaydi ham, bir narsa qilib bermaydi ham, qonunni ham qilmaydi, yangilikni ham qilmaydi. Faqat o'zimiz peshona terimiz bilan majbur qilamiz bizni hurmat qilishga. Ko'p sohalar bo'yicha amalga oshirayotgan ishlarimiz o'zini ijobiy natijalarini beryapti. Albatta jinoyatchilik bo'yicha ham bugungi aytgan masalalar faqat O'zbekistonning muammosi emas, butun dunyo hamjamiyatini juda qiynayotgan muammolar, o'ylashga majbur qilayotgan. Biz ko'proq jamoatchilik fikrini bilib, xalq bilan muloqot qilishimiz kerak. Ana shunda natija ko'proq bo'ladi. Bugungi majlisimizda ham eng katta maqsadim bitta narsa: odamlarni tinch yashashi uchun, farovon hayotimiz, ertangi kunimiz bardavom bo'lishi uchun, odamlarni ogohlikka da'vat qilish uchun mahalladagi uchastkovoy prokurorlar ish uslubini o'zgartirish kerak. Albatta qaror chiqadi, qonun chiqadi, lekin u qog'oz. Amalda bugungi gaplardan xulosa qilib, sizlar hammaga namuna bo'lishlaring kerak. Ovozimim, unvonim bor, menga hech kim tegmaydi deganlar adashadi O'zbekistonda. Adashadi. Qonun oldida hamma teng. Ichki ishlar, prokuratura, soliq, bojxona, moliya, bank, yirik davlat kompaniyalari, vazirlar va hokimlar bir so'z bilan aytganda bironta idora va tashkilot nazoratdan chetda qolmaydi. Compliance xizmatining faoliyatiga to'sqinlik qilganlar korrupsiyaga sherik deb ko'riladi. Aytinglar menga, men yana nima qaror chiqaray? Aytinglar menga, men yana nima qilay? Odamlar ishonish uchun bizga. Aytinglar, taklif beringlar, yozinglar, taklif beringlar. Mana bu falon bo'layapti, mana bu O'zbekiston bo'layapti deb. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. Katta rahmat ommaviy axborot blogerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli, haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsam, men rahbar sifatida minnatdor bo'laman ularga. Qachongacha fuqarolarni adolat istab prezident devoniga borishga majbur qilasizlar? Bilib qo'yinglar, endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab atroflicha qonuniy asosda o'rganib chiqiladi va qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'ygan sud organlari xodimlariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortishga qadar keskin choralar qo'llash masalasi qo'yiladi. Hozir diplom kerak emas, mutlaqo kerak emas. Tajriba ham kerak emas, mutlaqo kerak emas. Hunar kerak, bilim kerak, kasb kerak. O'zbekiston vatanimizni sevadigan, kerak bo'lsa jonini ham berishga tayyor bo'lgan odam kerak. Baliqchi tuman ichki ishlar bo'limida militsiya xodimi Ilyosbek va unga o'xshagan xodimlar O'zbekiston ichki ishlar organlarida umuman ishlashga haqqi yo'q. Qonun ishlash kerak. Agar qonun ishlamasa, unda odamlar hayvonga aylanib qolishadi.